Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Mustabid Xitoy hokimiyatining korona vabosining oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib Sharq Turkistonda Xitoylar bilan Uyg'urlarga qarta qo'sh o'lcham siyosat yurgizayotganligi, karantinaga ilinganlarni davolash va ularni yemak-ichmak bilan ta'minlash jihatida Xitoy ko'chmanlariga alohida e'tibor berib, Uyg'urlarni qasddan ochliqqa va o'limga mahkum qilayotganlik masalasi va buningga aloqador vatandan chet ellarga tarqalgan ichinishli ko'rinishlar chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarini va keng avom xalqimizni jiddiy harakatga keltirdi. Dünya Uyghur Qurultayının çağırıqı bilan 11-sentabr yakshanba kuni har qaysi ellarda faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli mas'ullari va qurultay vakillarining qatnashishida jiddiy yig'in chaqirilib, Xitoyning bu xil insoniyatga qarshi jinoiy qilmishini to'sib qilish uchun xalqaro jamoatchilikni qandoq safarbarlikka keltirish masalasi muzokara qilingan edi. Har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz orqa-orqadan norozilik namoyishlari uyushtirib, Xitoyning bu xil vahshiyligiga va xalqimizga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan noroziliklarni bildirishdi. 11-sentabr kuni Kanada Sharq Turkiston birligi tashkiloti bu munosabat bilan Torontodagi Xitoy konsulxonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Yuzlagan fidokor namoyishchilarimiz Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi jarangliq shuar to'lishib Xitoy konsulxonasining atrofini larzaga keltirdi. Kanada Sharq Turkiston birligining raisi, Dünya Uyghur Qurultayining bosh kotibi Tuyg'un Abduvali, Qurultay qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandilar namoyish qilgan so'zlarida Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining va insoniyatga qarshi jinoyatlarining Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi orqali xalqaro qonun asoslari bo'yicha dalillab chiqilganligini, Yevropa parlamenti bilan birga yana 9 davlatning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilganligini, BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi tomonidan oxir qatim e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligi dalil isbotlari bilan muayyanlashtirilganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, xalqaroning shuncha kuchli besimiga qaramasdan Xitoyning yuqoridagi jinoiy qilmishlarini texmi vahshiy shaklda davomlashtirayotganligini, shunga xalqaro jamoatchilikning Xitoyga qarshi texmi jiddiy va unumli tadbir qo'llanishi lozimligini ifoda qilishdi. Orqadan namoyishchilar qo'shini Toronto shahrining asosli ko'chalarida yurish ilib berib, Xitoy hokimiyatining vahshiyligiga la'nat o'qish bilan birga Kanada hukumatini Xitoyga qarshi jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishga chaqirdi. 11-sentabr kuni yana Amsterdamning Dam maydonida Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar qarshi ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va Xi Jinpingning o'tirib qo'ygan atalmish nol virus siyosati sababli vatan ichidagi xalqimizga karantin bahonasida selayotgan zulmlarga qarshi namoyish o'tkazdi. Bu qatimqi namoyish 2018-yil 6-oyning 23-kunidan buyon Gollandiyaning Amsterdam shahridagi Dam maydonida har hafta oxiri Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi yolg'iz kishilik namoyish o'tkazib kelgan fidokor o'g'lonimiz Abdurahim G'ani apandim tarafidan uyushtirilgan bo'lib, Gollandiyadagi lager shoidi Qalbinur Sidiq va boshqa Uyg'ur qarindoshlarimiz kelib namoyishga o'rtoq bo'ldi. Bu qatimqi namoyish atrofdagi sayohatchilarning alohida diqqatini qo'zg'adi. Atrofdagi ommaga Xitoyning irqiy qirg'inchiligi fosh qilingan tashviqot varaqlari tarqatildi. Shundaqla Abdurahim G'ani apandim tayyorlab chiqqan va Shinjon soqchi hujjatlari asos mazmun qilingan rasmlarmi ko'rgazma qilindi. Namoyish maydonidan o'zlarining yurak so'zlarini izhor qilishgan Abdurahim G'ani va Qalbinur Sidiqlar tövendikilarni bayon qilishdi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bu yer Amsterdam Dam maydonida Xitoy tajovuzchiligi Sharq Turkistondagi berayotgan qirg'inchilik, shundaqla G'uljida boshlangan sun'iy koronavirus voqeasiga keltirishga ocharchilikka qarshi deb qo'ygan namoyishimiz hozir oxirlashdi. Bundan keyin har yakshanba kuni soat 1 dan soat 4 gacha Amsterdam Dam maydonida namoyishimiz davom etadi. Vatandagi ahvollarni demasak hammamiz ayon ko'rlar taqalayotgan videolarni hammamizning qalb azab qilayotgan bir imkoniyatimiz yo'q. Vatandagilarni chiqqan. Faqat shularning ovozlari dunyo qo'mchi orqali, xalqlarning istash orqali dunyoni boshqa Xitoy yaproq irqiy o'qitishga chaqirish uchun harakat etmasak bo'lmaydi. Shuning har haftada 3 soat vaqtimizni millat uchun ajratib, ular qo'llanib qarindoshlar Amsterdam Dam maydoniga har hafta 3 soat biz Amsterdam Dam maydonida izchil namoyish qilaylik. Melli olsam Xitoy tajovuzchi uchun qalbi qilgan, melli bo'lib qolsam bu millat menga mustamlik bo'lmaydi. Melli bo'lib qolsam mustaqillik chiqib asli keltira olmayman degan umid yashaylik, umidsizlanmaylik. Hamda hozir Qalbinur xonni so'zlaydi. Assalomu alaykum, oiladagi banda qarindoshlar. Men shunday chaqiriq qilmanki, hammamiz uyimizda
oturup, videolu çıkarıp, çağırıp kurtarmasını, erkek müdeyli, meydanlara çıkaylı, her kandak çok için namayışlarına, bağından sebep gözetmeyin, şu halkımızdan zulmetki azap çekvatkan, ülüvatkan, kırılatkan şu Uygur halkımızdan avaz bulaylı. Bunu bütün dünya halkına kaydıdan yağıtaylı. Rahmet sizlerge. Ondan başqa yana Amerika və Türkiyədə oxşaş məzmunda namayişlər ötküzüldü. Mana biz namayişning tayyorligini qilib o'tamiz mana. Ishga kirajak odamlar katta yana kilovatda bu odamlar bizning mana emarkan bor mana qog'amizdan aka. Qog'amizimiz bor mana. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining Ali Komissari Michel Bachelet'ning Uyg'ur vaziyati haqidagi bağlash dokladini rasmiy e'lon qilishi, dunyodagi har qaysi davlatlar, organlar va mutaxassislar bilan bir qatorda Qozog'istonlik Uyg'ur ziyolilarining diqqat markazida bo'lmoqda. Dokladda Xitoy kommunist hokimiyatining Sharq Turkistondagi qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lish mumkinligi ilgari surilgan. Bu xulosa Qozog'istonlik Uyg'ur jamoatini, jumladan ziyolilarni xursand qildi. Ular buni Uyg'urlar hayotida yuz bergan zo'r tarixiy voqea deb qarmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining maslahatchisi, tarixchi qahramon G'o'janbardi apandim bu vaqtda Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq degan: "Bu intayin muhim, adliyaviy va siyosiy ahamiyatga ega voqea. Buni men hozirgi zamon Uyg'ur siyosiy tarixida, shundaqla milliy ozodlik harakatida davr belgich ahamiyatga ega bir hodisa deb hisoblayman." Chunki 48 betlik bu dokladda Xitoyning Uyg'uristonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini aniq ko'rsatadigan 5 nuqta bo'yicha, ya'ni Xitoyning jinoyatini xalqaro jinoiy ishlar qonuniga asoslanib ko'rsatib bergan. Hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyi mush qarorni ching tutib, texi bu masalaga ko'ngil bo'lmagan, qaror olmagan davlatlarga xizmat ishlashi, umuman Xitoyning mush lagerlarini yopqizish, chekindirish qatorliq ishlarni qo'lga olishi nihoyat muhim. Chunki BDTga hozir jami 193 davlat a'zo. Oxirgi navbatda davlatlararo urushlarni va boshqalarni hal qiladigan dunyodagi eng nopuzli organ yanada mushu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidir. Dunyo Uyg'ur qurultiyining maslahatchisi, peshqadam jurnalist Rizo Samidi apandi bu dokladning e'lon qilinishining muhojiratlik Uyg'urlarni va shundaqli Xitoyning vahshiyligi tufayli xonavayron bo'layotgan Uyg'ur xalqini xushal qilganligini bildirdi. U dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlarning dalil isbotlar bilan ko'rsatilganligini alohida ta'kidladi. U mundaq dedi: "Masala bu dokladning ta'sir doirasining qandoq bo'lishida. Amerika boshliq demokratik davlatlar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bu dokladning e'lon qilinganligini tabriklab, Xitoyning xalqimizga qarta ilib berayotgan jinoyatlarini to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tish chaqiriqini boshladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va chet ellardagi barliq Uyg'ur tashkilotlari inson qadriyatini himoya qiladigan davlat va tashkilotlarning Xitoyning jinoiy qilmishlariga qarshi amaliy harakatga o'tishini talab qilib kelgan va buningdan keyin bu tashabbusni to'xim kuchlantirganligini jakarlamoqda. Bu chaqiriqning tub nishoni insoniyatga qarshi jinoyatning boshlamchisi Xi Jinping boshliq barliq jinoyatchilarni jazolash, lager turmalardagi gunohsiz mahbuslarni ozod qilish, majburiy qulluq amkini bekor qilish, Xitoyning ishki o'lkalarga palangan Uyg'ur o'g'il qizlarini vataniga qaytarish, ota-onalardan majburiy ayirib etilgan bolalar bog'chalariga qamalgan farzandlarini uylariga qaytarish, ayol qizlarimizga qarata turli vahshiyliklarni to'xtatish va boshqa jinoiy qilmishlarni amaldan qoldirishdan iborat. Rizo Samidi bu dokladning Xitoyning vahshiyona jinoyatlarini to'xtatish qartilgan amaliy harakatlarga destak bo'lishini umid va orzu qilganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining Oliy komissari Michel Bacheletning Uyg'urlar haqidagi dokladi e'lon qilinib, bir hafta vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Markaziy Osiyo ellarining rasmiy vakillari bu haqda biror fikr bildirmadi. Xabarlarga qaraganda, yaqinda Xitoy raisi Xi Jinping Markaziy Osiyo davlatlarida rasmiy ziyoratda bo'lmoqchi ekan. Yaqinqi 40 kundan buyon G'uljida yangi tipli tojisimon virusi yuqumiga qarshi qamal yurgizib, fuqarolarning ocharchilikda qilishi, o'lishi va ro'y buzg'unchilik uchrashini keltirib chiqarish bilan ayblanib kelgan Ili oblastlik hukumat yaqinda axborot yig'ini o'tkazib, o'zlarining G'uljida yo'l qo'ygan karantin tadbirlarini oqlagan. Shundaqli karantin jarayonida kishilarning ochlikdan o'lganligini rad qilib, buning soxta uchur ekanligi, bu uchurni tarqatquchining qattiq jazolanganligini e'lon qilgan. Axborot yig'inida atalmış Ili Qozoq Abnum oblastlik partikumining muavin sekretari, oblastlik hukumatning boshlig'i Yershad Tursunbay karantin tadbirlarini oqlash bilan birga
G'ulji fuqarolarning Xitoy ijtimoiy taratqulardagi karantin tadbirlariga, ocharchilik va hukumat xodimlarining qo'pol ham kamsitish xarakterlik muomalasiga bo'lgan shikoyatlarga javob bergan. Bu qatimqi axborot yig'ini Xitoy hukumati G'uljida yangi tipli tojismon virus yuqumini bahona qilib, umumyuzlik qamal yurgizganga 40 kun bo'lgan, rayondan kelayotgan uchurlar chet eldagi Uyg'urlarda Xitoy Uyg'urlarini ilgirlab bostirishda yuqumni bahona qilib qo'lmoqtamdi degan andish qo'zg'ab, Amerika, Turkiya, Kanada, Gollandiya qatorliq davlatlarda karantinga qarshi norozilik namoyishlari yuz bergan bir vaqtda o'tkazilgan. Axborot yig'inida Yershot Tursunboy Xitoy gazeti muxbirining G'uljida bir yashangan kishining ochliqdan o'lganligi haqidagi xabarlarning rost yolg'onligi haqidagi savoliga javob berganda, bu xabarning amaliyotga uyg'un emasligi, yomon g'arazli kishilar to'qib chiqargan yolg'onchilik ekanligini ilgari surgan. Uning ta'kidlashicha, navbatda aloqador tarmoqlar voqeani qattiq bartaraf qilmoqda ekan. Bu fuqarolarning ocharchilikdan o'lganligini inkor qilgan bo'lsa-mu, biroq Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi G'uljida qamal yo'l qo'yilgandan buyon 14 odamning ochliq va dorisi yetishmaslikdan o'lganligini, o'lganlardan 3 kishining kimligini dalillagan edi. New York vaqt gazetining 11-sentabrdagi non bilan cho'pli qoldi sarlavhalik obzor maqolasida aytilishicha, avgustning boshlaridan tartibli yuqumni kontrol qilish nomidagi qamal tadbirining iskanjisiga tushib qolgan G'ulji xalq ocharchilikning ig'ir dardini tortib kelmoqda ekan. Obzorda aytilishicha, hozir oz deganda 600 ming kishi qamalning ta'sirida uylarga qapsilib qolgan hamda yemeklik yetkazib berishga qarashli bo'lib qolgan. Yetkazib berilayotgan yemekliklar asosan non va tayyor cho'p bo'lib, kishilar bir oydan beri go'sht va o't yash deganlarni asosan ko'rib baxmagan. Bu xildagi ahvol Xitoyning Shanxay shahrida 2022-yilning 5-idagi qamal mezgilida ko'rilgan bo'lsa-mu, Shanxayda kishilarning ochliqdan o'lib ketganligi yuz bermagan. Bu hol G'ulji shahridagi qamalning Shanxaydagi qamaldan nechasi ig'ir bo'layotganligini vositalik holda ko'rsatib beradigan bo'lib, navbatda virus yuqumini nolga tushirish birinchi nomerli xizmat nishoni bo'lib qolmoqda ekan. Washington Post gazetining 12-sentabrdagi obzor maqolasida aytilishicha, qattiq qo'lliq bilan ijro qilinayotgan bu tadbirlar oz deganda Xitoy Kompartiyasining 20-qurultiyi ichilib bo'lguncha davom qilishi mumkin ekan. Ular Xinhua agentligining xabaridan naql keltirib, Xitoyning muavin bosh ministri Sun Chunlanning virus yuqumi haqidagi ba'zi tadbirlarni qisman yengillatishga bo'ladi, ammo virus yuqumining zo'r ko'lamda yamrab ketmaslik uchun qurultaydan burun bu vaqtdagi oldini olish tadbirlarini ching tutish yanada muhim deganligini ta'kidlagan. Obzorda aytilishicha, Gulnazar ismli bir aylan bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, o'zlarining 40 necha kundan beri uylariga solinib qolganligi, uylarning eshiklari teshidan quluplanayotganligi, faqat virus yuqumini tekshiruvchilar kelganda bu eshikning ochildiganligi, oldin qatim zaharda qimmat baholiq yemeklikni akilib bergili 11 kun bo'lganligini aytib, biz hozir har kuni non bilan umachli ichyapmiz. Süt yoki o't yash deganni ko'rib baxmadik degan. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan buyon virus yuqumini kontrol qilishdagi to'limi qattiq bo'lgan qamal tadbirlari tufaylidan ko'payayotgan ocharchilik sababidan o'lib ketish hodislari, oziqliq go'sht qilishga bo'lgan malvaronlarning behuda qirilib ketishi, tayyor o't yash va meva-chevlarning sesib ketish qatorliqlar to'g'risidagi qisqa filmlar ijtimoiy taratqularda keng tarqalgan. Buningga mos holda xalq ommasining norozilik fikrlari ko'plab o'tirg'i chiqqan. Xalq ommasining noroziligini besish uchun G'ulji shaharlik hukumat 10-sentabr kuni uqtirish chiqarib, qamal tadbirlaridan kelib chiqqan ba'zi masalalar haqida xalqdan afu so'ragan. Ammo kishilarning ochliqdan o'lganligini inkor qilgan hamda 4 kishining mushxildagi o'sak xabarini tarqatganligi sababidan tutqun qilinganligini jakarlagan. Ba'zi Uyg'ur faoliyatchilar Xitoy hukumatining mushxildagi qilmishlari tufaylidan hozir bu xil reallikni ocharchilik qirg'inchiligi deb atashni tavsiya qilmoqda ekan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.